Bardan 18 daqiqalik yo'l. San Pedro. Tezligi soatiga 50 kilometr deylik. Demak, radiusi 20 kilometrcha. Demak, u shu doiraning qayeridadir? Katta yo'ldan 1 kilometrcha narida. Harakat 10-110-405. Doimiy manzil emasdir, mehmonxonani qidiryapmizmi? Ha, lekin mashina olib kirilmaydi. Doimo shay turish kerak. Mayda xarajatlarga kredit karta bilan to'lanmaydi. Tushundingmi? Urinib ko'raman. Tezroq. Rishan, yana limonli choy bera olmaysizmi? Uzr, Cole, hozir tura olmayman. Hozirgi paytda hech kimdan yordam kutma. Keling, xizmat. Apravelli sug'urta kompaniyasidanmiz. Yaqinda bu odamga $100,000 meros qoldi. O'zimiz uni topa olmayapmiz. Yordam bergan odamga 10% mukofot beramiz. Ey xudo, nima? 10,000 mi? Ha. Uzr. Uni ko'rganim yo'q. Ko'rib qolsangiz bizga qo'ng'iroq qiling. Rahmat. Gate. Birlik, topqirlik va an'analar uyg'unligi. O'yinchoq? Nima bu o'zi? Alyumin kukunni temir rudasi bilan aralashtir va qizdir. Ha? Qo'ng'iroq qilganing uchun rahmat, Sam. Yo'q, yaqinda sud ishi boshlanadi. Shunga bu ablahlarni o'tkazishga hamma narsang borligiga ishonch hosil qilmoqchi edik. Ha? Juda yaxshi. Unda ko'rishguncha u bilan ovqatlanamiz. Iloji boricha ushlab turishga urinaman. Omad. Ha. Alo. Uni topdinglarmi? Yo'q, 10 ta binoni tekshirdik, hali topolmadik. Jin ursin. Karta bilan shug'ullanamiz. Santa Monica va San Cherryves muyulishida ko'rishamiz. Salom, Charlie. Qanday o'ynashganini ko'rdingizmi? Ha, hech bo'lmasa o'yinchilarimiz 3-turda boplashdi. Xayrli kun, Charlie. Sizga ham, janob Self. Yigitlar, asosiysi, biror gap bo'lsa meni tanimaysizlar. Tayyor. Now. Ketdik. 1, 2, 3. Janob Donself keldi. Kiravering. Rahmat, yaxshi ishlang. Siz ham. Salom. Salom, Sam. Ko'rganimdan xursandman. Men ham. Tez qabul qilganingga rahmat. Qancha narsani gaplashish kerak. Menimcha bu eng yaxshi usul. Biron joyga boramizmi deb o'ylagandim. Buni nimasi yomon? To'g'risi, men go'sht yemayman. Yangi parhez. Shu atrofda yaxshi joy bor. Men mehmon qilaman.
Eliza, men tushlikka ketdim. Kechirasizlar, men ayollar hojatxonasida qog'oz yo'q. Keyin qaraymiz. Keyin emas, hozir kerak. Bu eng yaxshisi. Yigitlar, e'tibor bilan ishlang. Bu hududda 53 ta mehmonxona bor. Bilasanmi, yaqinda bitta maqola o'qidim. Fe'l-atvor, yomon tarbiya. Bu illatlarning hammasi DNKmizda bor ekan. Men bunga ishonaman. Ha. Mana eshit. Meni hozir matematika professori bo'lgan akam bilan bir xil tarbiyalashgan. Yoki singlimdek u bolalar shifokori. Men esa mayda chudalar bilan mashg'ulman. Schofield daho bo'lish kerak edi. Sen esa isquvar. Tushunyapsanmi? Xullas, u kim bo'lsa ham seningcha qotil bo'lishni xohlaganmi? Balki yo'q. Lekin yana bir gap aytishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'r. Bilasanmi, biz endi o'zgarmaymiz. Jin ursin. Drake, 10-18 xonalda ish bor. Nima bo'lyapti? Uzr xonim, 1,5 soatcha oyoq ostida o'rlashishimizga to'g'ri keladi. Qorami? Ha. Uzr xonim, rozetka qayerda? Hozircha u yoqqa kirsangiz bo'ladi, lekin boshlig'im kelganida Seyf shu devor ortida bo'lishi kerak. Po'latni teshgandan keyin termitdan foydalanamiz. Nima gap? Anchadan berimi? Arzimagan narsa. Arzimagan narsa bo'lmasa-chi? Saraga aytmaslikka so'z ber. Sara vrach yordam berish mumkin. Bu issiq iqlimga o'rgana olmasligimdan. Bo'ldi, ishlashimiz kerak. Boshladik. Kompaniya nima ish qilishini bilmayman-ku, lekin u yerda juda katta pul aylanadi. g'alati-ku. Liza Tabak hozirgina Laosga uchib ketdi. Hoyna-hoy. Griffin Warren esa Osiyoga uchaman dedi. U yerda Cobalt. Ha.
Nima beray? Bir daqiqa. Men shaxsiy skvorman. Saradan Kriti degan ayolga ishlayman. U yaqinda baringizda bo'lgandi. Aralashishni istamayman. U shu erkakdan qochib yarim mamlakatni aylanib chiqdi. Sarani o'ldirmasidan uni topish kerak. Oxirgi marta uning jag'ini sindirdi. U ketganda eshik yonida turgandim. Bir daqiqa o'tib yonimdan o'tib ketdi. Mashinadan nimadir oldi. Mashinasini eslolmaysizmi? Kulrang. Sedan. Odatda bunaqalarni ijaraga olishadi menimcha. Biron nima kerakmi? Senga kichkina xizmat bor. Hayotingdagi eng oson topilgan $300. Bu yerda ishlayapmiz. Men ham. U yerda jo'natishim kerak bo'lgan xatlar bor. Ishqorlar teriga yomon ta'sir qiladi. Kul suvini ishlatyapsizlarmi? To'xtang. Bu g'ashingizga tegyapti. Ishlashga xalal beryapmiz. Shovqindan boshingiz og'riyapti. Har kuni kimgadir xalal beramiz. Lekin doni qurib qolmasdan tozalash kerak. Bo'lmasa qayta kelishga to'g'ri keladi. Qayerdaligini aytsangiz, men o'zim olib kelaman. Stol chetida, kompyuter yonida. Hali uzoqmi? Yana 2 daqiqa, keyin ko'chiramiz. Griffin o'zidami? Yo'q, uchrashuvda. Lekin kerak bo'lsa, chaqirishim mumkin. Shunday qiling. Hozircha xonada o'tirib turing. Hozir keladi. Yana bir marta. U yerda kimdir bor. O'tirganini eshitdim, shovqinni eshitib qolish aniq. Qo'l bilanmi? Termitni ishlatish uchun issiqlikni qayerdan olamiz? 2 millimetr qoldi. Nima xizmat? Bir mijozingiz yuzasidan qo'ng'iroq qilgandim. Kulrang sedanmi? Ha. Shumi? Ha, shu. Qaysi xona? 130 deydi, jo'nab ketdi. Qayerga ketish haqida hech nima demadimi? Xonani ko'rsam bo'ladimi? 1 soatga 12, bir kechaga 59. Muammo yo'q.